Assalomu alaykum aziz saytlar, obunachilar. Hop, haftamiz juda qiziq yopildi. Ya'ni shu hafta menimcha bundan oldingi haftalar, bundan oldingi oylardagidek bo'lmadi. Ya'ni aprel oyi boshidan уже juda katta profit bilan boshlandi. Hop, keling ko'rib chiqamiz oddiy narsalarda. Mana bu 25-martda qilingan g'oyamiz. Va mana shu g'oya bo'yicha kecha savdo qilindi. Bu g'oya 100% ishlab berilgan edi, lekin shu g'oyamizdagi analizimizdagi zonalar menga muhim bo'ldi savdo davomida, chunki mana bu yerlarda holat ko'rmaganligim uchun oldingi ishlagan g'oyalarimiz, analizlarimizdagi zonalarga murojaat qilindi. Ya'ni qanday? Kelinglar nechta chiziqni olib tashlaymiz. Mana bu kanal, ya'ni trend qaranglar. Mana minimum. Mana bu minimum turibdi mana holatda. Bu hali o'zini rolini o'ynab beradi bu. Kopiya qilib chiqsa ham, mana bu maksimumga. Keyin buni olib bu maksimumga qo'ysak, mana bu yerlarga. Bizlarga mana shunday kanal hosil bo'ladi. Bu kanallarning rolini men kelajakka olib qo'ydim. Ya'ni ishlab berishi mumkin bo'lgan kunlarga, bu haftalarda ko'rishimiz mumkin. Va bizlarda mana bu trendimiz bor edi. Ya'ni keyin buni boshqacharoq qilib belgilab qo'yamiz. Ya'ni qayerlarni belgilab olgan edik. Mana bu maksimumlar qo'yasizlar. Ana shularga tik kirib liniya tortganda o'sha, ya'ni shu g'oya qilingan paytdagi amidagi sell zona bergan edi. Ya'ni mana bu yerda biz sell olgan edik. Bu juda slab ishladi, ya'ni откат bo'ldi, lekin proboy bilan biz o'tib ketdik tepaga. Va shu liniyani men qoldirgan edim. Do konca tortib qo'yganda e'tibor qilinglar. Sizlarga qanday zona beradi. Mana bu joylarga bekor belgilab qo'yganim yo'q. Xuddi shu holat qaranglar. Narx o'sib chiqdi, откат o'sib chiqdi, yana откат, o'sdi, yana откат. Ya'ni galva plechevida hosil bo'lgan. Va xuddi shunaqa holatni biz izlaymiz. Kelajakda mana bu yerda shunaqa holat bo'ldi. To'g'rimi? Va maksimumlarni qaranglar, mana bu maksimumlar bir xil. Ya'ni bu yer pastroq, bu yer balandroq. Shuni olib kopiya qilib she'rga qo'yganimizda har bittasiga. Mana bu va mana bunga. Bizda 3-apreldagi sell zonamizni yaqqol ko'rsatib turibdi. Mana bu yerda buy olgan bo'lsalaring, mana qarang, narx tushib keldi. Mana shu trendga retest qilib buy holat berdi. Va mana shu joyda sell holatini berdi. Narx tushib kelishiga yana reaksiya berdi, yana sell berdi. Stop qayerda bo'lar? Stop mana bu, yaqin maksimumlarda. 1, 2, ikkita sell pozitsiya. Va shu bilan kecha narx tushib ketdi. Bu yerda ikkinchi marta risk qilmoqchi edik, lekin holat bermadi. Namaqangi bir soatlik shamni yopilishini qaraganda, ya'ni ayiqlar kuchuk bor bu yerda. Medvejerini kuchlik qildi. Va mana bu yerda, mana bu trendimizga kelganda risk qilindi. Risk degan joyni aytaman. Va shu yerda stop loss olindi, kichik stop loss. Ya'ni men bu yerda mana bu bir soatlik shamni soyasiga qarab mana bu yerda zelka ochdim. Stop she'rga qo'yilgan bo'lsa, bu olindi stopimiz. Va ikkinchi marta mana bu zonada qayta o'rinlandi. Ya'ni nimaga? Mana bu zonani men oldindan belgilagan edim. O'sha 25-martda shu zonalarda to'katak narx o'sishga analiz qilgan edik, eslangda bo'lsa. Shu yerda zelka ochildi va shu yerda zelkalarni qoldirildi keyingi haftagacha. Stop loss pastda. Uzog'i mana bu zona bo'ladi stop lossimiz. Mana bu yerlarda. Ya'ni shu yer stop loss zona. Take profit manda maksimumga qo'yganman, lekin holatga qarab uzoq muddat ushlash niyatim bor. Juda kuchli tushdi. Ko'p aytish mumkin, razvod bo'ldi. Buni holatdan ko'rdik.
razorot bo'lgan deb o'ylaydik, lekin narx o'sib ketyapti. Trend o'suvchi tufayli bumi? Bizlar bunaqangi o'suvchi trend hali buzilgani yo'q. Biz bor narsaga shuni trendda o'tsak, minimum maksimumlarga уже ko'raverasizlar mana. Просто откат bo'lishi mumkin. Qancha tushsa ham endi menimcha bu уже haftalar tepaga qarab ketadi. Nimanidir risk qilindimi? Riskim kichkina. Tepada zelkam bo'lsa по-любому narx tushib ketsa ham bu yerdagi zelkam поддержка qiladi. Narx uzoq bo'lsa, mana bu yerdagi imbalans zonaga boradi. Va shu yerdan qaytib ketadi. Или же mana bu yerdagi order block zonamizga. Kuchli tushish va keyingi откатdagi oxirgi necha sham, medveja shamga tortamiz zona qilib, mana shu order block bo'ladi. Va order blockdan keyin har doim imbalans bo'ladi. Qoidasi bo'yicha shu. Agar mana bu yerdan order block bo'lsak, o'zidan keyin imbalans yo'liga uchun slabый ishlashi mumkin. Shuning uchun kelib imbalans zonadan risk qilsangiz, top mana bu yerda bo'ladi. Lekin katta bo'lgani uchun mana bu yerlarni kutgan yaxshi. No, bu imbalans zona ham ishlaydi, yaqin bo'lganligi uchun ehtimol bu tushishi. Hafta juda chiroyli yopildi, qaranglar. Lekin поглощение qilolmadi. O'zidan oldingi haftamiz поглощение qilolmadi. Bu tepaga ketishi mumkin. Chunki bunaqa svechalarni ko'rdik. Bitta o'zi soya qoldirib ketgan svechalar mana bu yerda sal tushib bergan. Lekin mana bu svecha mana просто bizga qiziq bo'lgani mana bunaqangi holatda bergan, xuddi shunday shu holat bo'lgan bu yerda. Lekin narx ketgan tepaga baribir. Bu yerda bizga qiziq bo'lgani juda maksimumlarda yuribmiz, tarixiy maksimumlarda. Shuning uchun bo'lishi mumkin sal ketib qolishi. Men baribir korotkий tepada zerkalim bor, так что bu yoqqa ishlab olaveraman. Zona topilishi tushunarli, hech qanday yo'q. Nima deydi? Asossiz emas, asosli. Mana shu yerda savdo qilindi. Savdo qildik. O'zimizda jamoa bor, shu joylarda savdo qildi. Xudoga shukr, hamma profitda. Hamma o'zini depozitiga muvofiq yarasha profitlar olgan. Bunaqangi 10 ming, 20 ming, 100 minglab hamma o'zini risk menejmentiga amal qilgan holatda topishdi. Stabil daromad, yaxshi ko'rsatkich deb hisoblayman. Dushanbaga qanday analiz desaring, dushanbaga bu yerda e'tibor qilgan bo'lsalaring, Galafricho ham ishlagan, qo'pol varianti. Tak, qaranglar. Chiqdi, narx tushdi va maksimum bo'ldi. Minimum sal bo'lsa ham, lekin mana bu holatda mana bu Galafricho hisoblanadi. Ko'plar Galafricho emas, maksimum minimum teng o'ynamasa, bozorda Leonardo da Vinci o'tirmaydi, grafikni bunaqangi chiroyli qilib Galafricho chizib berganini yoqda rostolni o'tirmaydi. Shuning uchun ko'rishni bilish kerak. Sizlar o'sha ma'murchidan olingan bo'lardi. Bunga o'rganmagan bo'lsa, ikkinchi marta imkon berganman. Sal yomon emas. Shu yer o'zidan shu yergacha 1200 punkt. Yomon emas, 1200 punkt. Mana bu yerdan bu yergacha 1100 punkt. Mana buni o'zi bitta tushib berishi 500 punkt. Mana bu yerdan ushlagan bo'lsam, shu yergacha 500 punkt tushib bergan. Menimcha yaxshi ko'rsatkich bular. Xo'p. Endi nimani kutsak bo'ladi? Dushanba kuniga bizlar primerna o'z impuls harakatdan keyin bizlar korreksiya ham kutsak bo'ladi. Korreksiya har doim teng yarmigacha bo'ladi. Va qandaydir harakat keyin pastga yetishi mumkin. Qanday bo'ladi bu? Mana shu harakatni olasizlar, o'chab va mana shu yerga qo'ysak, ortdagi zonalarga primerna. Mana shu yerlarda bizda mo'ljal olsak bo'ladi. Ya'ni mana shunaqangi bitta harakat mo'ljal olsak bo'ladi keyingi haftalarga. Endi ko'ramiz, chunki tillo baribir narxi o'sib boryapti, sпрос katta. Hali
sotishga hech kim tayyor emas. Qaranglar, mana shu yerlar как раз sizlarga kuchli уровень bo'ladi. Naqshiga kiyilib, tepaga chiqqan, lekin buzolmagan shu yerda va mana bu yerda juda ko'p kasallik bo'lgan joylar. Shu yerlarni belgilab olamiz o'zimiz uchun. Va pastdan, bu yerlar qayerda beryapti? Bizlarga pastda mana zonalar beryapti. Keyin shuni aniqroq belgilab olamiz. Tushunayapmi? Mana shu zonalar. Mana bu yerdagi konsolidatsiya zonamiz. Va sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ishlayotgan narsa eng oxirgi maksimumdan minimumdan maksimumga tortasizlar. Mana bu holatda. Ya'ni mana tepa qismi mana bu yerda bo'lishi kerak. Mana bu zonada bo'lishi kerak. Va bizda kuchli zonalarni beryapti, ko'ryapsizlarmi? Yana shu yerda savdo ob'yemi katta bo'lgan. Shuni belgilab olsak va e'tibor qilinglar. Mana bu eng ko'p savdo bo'lgan zona tepa qismi. Mana shuni belgilab olasizlar. Tamom. E'tibor qilinglar, qayerlarni beryapti примерно. Biz mana shu yerda savdo qilsak bo'ladi bu haqda. Bunchalik tushib ketishiga endi bilmadim, ko'ramiz. CPI yangiliklar bor. Tramp har bitta chiqishi ko'ryapsizlar, 1000 punktdan ziyod oqib ketyapti. Tramp chiqib gapirganda, prezidentlik bo'lganda gapirganda birinchi 1000 punkt tushib ketdi va undan keyingi kunlar 1000 dan ziyod. Bu safar ham bir chiqishidan 1000 punkt tushib ketdi va keyin yana 1200 dan ziyod tushib ketdi. Qaranglar, bu yaxshi. Tramp o'sha moliyaviy jangini boshlagan bildiryapti. Hamma joyga sanksiyalar qo'yib tashlab, maqsadi tezroq foiz stavkalarini tushirib, dollar pechat qilish va kriptovalyutada bo'lgan summa pullarni manimcha olish. Bu meni fikrim. Ya'ni kriptovalyutada juda katta pul aylanib yuribdi va ularda hech kim nazorat qilmaydi. Ya'ni Bitcoin'da asoschisi yo'q, kim kontrol qilyapti uni hech kim bilmaydi. Bu Satoshi degan odam o'zi bormi yo'qmi xudo biladi. Va eng katta qismi Bitcoin o'sha Bitcoin yaratgan odamda, shaxsda, endi kompaniyada Amerika esa, ya'ni Donald Trump o'sha narsaga qilgan. O'sha narsani olish bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Mabodo Bitcoindan o'sha pullarni ola olsa, bu ya'ni o'sha hamma qismini sotib ola olsa, Amerikani rezervga qo'ysa, endi odamga manimcha pul qiziq emas. Bu odamga shu o'zini davlatdan aniq qilish. Chunki pul yetib ortadi. Unga pul desak, Amerikani rezervga tushsa pullar, tasavvur qilinglar, Bitcoinni qanchalik qulab ketishi mumkin. Bitcoinni qulatadi, Amerika dollari obro'si ko'tariladi, ya'ni indeksi dollarlar ko'tarilib ketadi. Ya'ni hammasi o'z joyiga tushadi oldingidek. Lekin orada bir arzonchilik vaqti bo'ladi. Ya'ni qaranglar. Mana bu Apple kompaniyasining aksiyasi. Mana bu analizda men 24-yil sentyabrlarda qilganman. Ya'ni o'tgan yili Apple'da narxlar tushishiga analiz qilganman. Shunda ko'plar aniqladi. Bunga e'tibor qilishmadi-da. Lekin qaranglar qancha tushib ketdi. Bu hali yana tushish ehtimoli bor. Va bizda qaranglar, joylar bor. Sotib olish vaqti $189 aksiyasi o'zi. Aksiya bilan ishlayotganlar misol bo'lsa, mana bu trendni ko'ryapsizlarmi? Shunday tushib kelib, shundan ketishi mumkin. Mabodo bu trend buzilsa, bizda eng uzoq mana bu yergacha tushadi. $124. Menga $120 premium narx, ya'ni olardim. Nimaga o'ylanardim, ikkilanardim, lekin mana bu yerda olardim. Bu spotga bo'ldi, ya'ni fond bozori, endi shu fond aksiya bozori отдельно bor, forex emas, spotga olib qo'yishgan zonalar. Sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Bunaqa holatlar qachon bo'lgan? Adashmasam, Covid endi chiqqan payti. Qaranglar, sizlarga ko'rsataman. Payti uncha olmagan. 19-yil mana
18-yildan keyin bir narx tushgan, ko'ryapsizlarmi? 19-yil narx o'sishni boshladi. Covid, ya'ni koronavirus 19-yil shu avgust, sentyabr, iyun o'sha arafada Xitoyda avjiga olish boshladi. Apple o'sish boshladi va qaranglar, yil oxiriga kelganda, ya'ni Bayden prezidentlik bo'layotganda Tramp o'sishdan ketayotgan paytda bu qulagan yaxshigina. Ya'ni koronavirus payti endi avjiga olgan payti quladi. Bir quladida, ko'ryapsizlarmi, shu payti уже hamma koronavirusga o'tirib qoldi, internet uyda, internetda qoladi, kompyuterlar, noutbuklar, ya'ni elektronikaga spas katta bo'ldi. Ya'ni telefonlarga va aksiya qancha o'sib ketdi o'sha bilan. Va endi qaranglar. Hozir Tramp yana prezidentlik davri. Tramp endi dunyoga iqtisodiy jangni e'lon qildi. Aksiyalar tushishi amr ma'qulda Xitoyga sanksiya qo'yapti. Ularga Apple'da asosiy ishlab chiqarish nolari Xitoyda joylashgan. Xitoy ham bekor qarab o'tirmaydi endi fikrimcha. Va qandaydir Apple kompaniyasi tanqislik bo'ladi. Va e'tibor qilinglar, telefonlar bir xillik chiqyapti, yangilik qilmayapti. Bu sotuvchilarda ya'ni zerikish paydo bo'ladi. Bu narsalar hammasi inobatga olingan, ataylab qilinayotgan narsalar. Bu narx tushib ketadi ma'lum joyga, aksiyalarni kimlardir sotib oladi, kimlardir sotadi. Va o'shanda Apple balkim qandaydir innovatsion bir yangilik qilishi mumkin mana shu yerlarda. Va narx yana ketadi. Trendni begiga qaytib tushmaydi-yu, shu trend hosil ketaveradi. Oddiy narsalar. Ya'ni endi kompaniyani toshkanlar qismidan o'zim fikrimni aytdim. Atak texnik analiz bo'yicha mana shu yerga tushganda olayotgan zona sotib olish kerak. $120 chasama spotda olib qo'yasizlar, $120. Mana bu yerlarga tushmaydi bu. Bu yerga tushib ketsa, bu ancha vaqtda yuradi, $15 lekin Apple kompaniyasi orqaga tushib ketishiga ko'zim qiymayapti. Va Tesla'ni qaranglar. Tesla'ga ham bu ham xuddi o'sha vaqtda analiz qilingan. Mana bu narx tushish paytlari edi. 24 sentyabr, avgust oylarida. Va 24-yil noyabrlarda, ya'ni 11-noyabrlarda bu narx o'sib ketadi va qaytib tushib, mana bu yerlarda sotib oladigan joy deb o'zimga aniqlayman. Ya'ni bu chiqib kichik откат bo'lishi kerak edi. Bu yaxshigina o'sib chiqib tepadagi kanallarga reaksiya narx quladi. Tesla hali narx qulash ehtimoli katta. Endi oxiri mana bu yer $150 atak mana bu yergacha tushishi mumkin. $100gacha. Ana o'shanda buni ham sotib olsa arziydi. Nima uchun? Tesla kompaniyasi Elon Muskga tegishli. Elon Musk esa Tramp bilan yaxshigina hamkorlikda, ya'ni do'st desa ham bo'ladi. Va e'tibor qilinglar, Tramp endigina prezident bo'ldi. Bu 24 yil so'roq bo'lsa, 29-yilgacha prezidentlik davri suradi. Va mana shu yil ichida Tesla, Apple, даже kelinglar, sizlarga agar aksiya qiziquvchilar bo'lsa, ko'rsatib o'taman. Ya'ni Microsoft bularga yana qiziqish osadi bular hozir ularni ham narx qo'yapti asta-asta. E'tibor qilinglar, bu aksiyalar bekor qilgani yo'q bular. Fundamental nuqtai nazardan balkim sabablar ko'pdir. Texnik jihatdan bu qulash kerak. Ya'ni texnik analizda bu o'shiga ketish kerak. Krupniy игрокlar qaydani sotib olish kerak, to'g'rimi? Investorlar hech qachon spekulyatsion savdo qilmaydi ular. Ular faqat sotib oladi. Lekin sotib olish uchun ularga nima kerak? Qulash kerak. Shuning uchun treyderlar yaratgan, shuning uchun treyderlar bor, spekulyatsiya bor, narx chiqadi, tushadi va o'shanda biz sotib olamiz. Ya'ni narx tushdi, shuni sotib olamiz. Eslab qolamiz shu narxlarda. $297. Apple Microsoft aksiyasi. Ular hali tushadi. Va ana shu narxlarda sotib olish stoyit. Aksiyalarga qiziqganlar bo'lsa, ziyod pulingiz bo'lsa, misol aytaylik, $2000 pulingiz bor, o'sha $2000 borligi yo'qligi bilinmaydi, sizga jalq emas o'sha pul. Mana shu yo'lagigina bitta olib qo'yinglar yoki 2-3 ta yoki investitsiya kiritib qo'yinglar, ma'lum vaqt, uzoq vaqtga. Yutqazmaysizlar. Bular katta gigant kompaniya bular. Yo'qolib ketish ehtimoli juda kam. Bularning tarixi bor o'tmishda, qaranglar, bu yo'qolib ketmaydi hech qachon bular. Endi katta ehtimol, bu faktlarga asosan aytyapman, yo'qolib ketmaydi degan narsa.
hammasi bo'lishi mumkin, lekin faktlar bular tushib chiqib ketaveradi. Bu Microsoft aksiyasiga ham analizim bor edi, uchib ketgan. Unda mana bunaqangi analiz edi, e'tibor qilinglar. Даже Forex ham savdo qilganlaringda mana bu yerda buzib chiqdi, retestdan kirsang bo'ladi. Buzib chiqqandan sal olib, aniga stop qo'ysang, mana shu katta foyda bu. Bu haftayda ko'ryapman, ko'ryapsizlarmi? Bu qancha vaqt, necha haftadan keyin уже qulab beryapti bu. Texnik analiz bu joyda ishlaydi. Bu joyda hamma xonada ishlaydi. Hozir ham kuchli zonalarda turibdi. Bu qulashni sal endi boshlagan va bu narsani ko'rib ko'plar sotib olishni boshlaydi. Bu dalishib qoladi. Mana bu globalniy trendda ko'plar qaramaydi. Chunki klassik texnik analizda ko'plar foydalanmaydi nimagadir. Bilmayman. Men mana bu yerdan sotib olaman. Kutaman. Hali primerno tushib kelsa ham shu yerlargacha 25-yil avgust oylarigacha primerno to'g'ri kelar ekan. Hozir hamma narsa narxi tushyapti. Kriptolar narxi tushib ketdi. Indekslarni ko'rlaring. S&P 500, US 30, US 100, ya'ni Nasdaq, Dow Joneslar qanday quladi. Qulash davri hozir. Ya'ni sotib oladi, ya'ni investorlar sotib oladigan bir davr kelyapti. Hozir emas, bu o'sha mana nuqtalarda turmoqda. Misol kimlarga qiziqdir, Nvidia qiziqdir, to'g'rimi? Eng populyarlari bir narx qanchaga o'sib ketdi buni. Tak. Bunga nima deysiz? Qulashlariga qaranglar. Qayergacha boradi? Ko'ryapsizlarmi? Texnik analiz hammasi. Mana bu yerga qo'ysalaring ham o'zingizlarga kanal hosil bo'lgan bo'lardi. Mana bu yerdan ketaveradi. Mana shu atroflarda sotib olsa bo'ladi. Meni o'ylashimcha, endi mening fikrim, mana bu yerlarda zo'r zona turibdi sotib olishga. Bu hali sal tushib beradi, примерно mana bu yerlargacha. Nvidia kompaniyasi aksiyalari o'sadi. Tushib ketishiga sababi ko'p bo'ldi. Ko'rlang orada yangi video karta chiqarib 500 necha dollar qilib qo'ydi, boshqa odamlarni norozi qilib, orada aksiyasi tushib ketdi shu. Bu atayin aksiya tushiriladi, kimlardir sotib, kimlardir sotib olish uchun. Bu narsasiz bo'lmaydi. Tasavvur qiling, aksiyalar bor, faqat sotib olinyapti. Undan foyda bo'lmaydi. Sotib olingandan sotib foyda qilish kerak-ku. Endi u haqiqiy aksiya держательlari bor, ular o'sha kompaniyani foydasidan qancha ulush olgan, ular boshqa narsa. Bizda birjani aytyapmiz. Birjada o'sha aksiyalar ko'tarilib tushishidan foyda qilayotgan odamlar bor. Misol tilloni olib qarasak, spekulyatsiya bo'ladi. Biz tillo olib sotamiz. O'zi aslida dunyoda uncha kolleksiya tillo yo'q o'zi. Qog'oz tillolar. Amerikada 5000 tonna tilla bordi, yaqinda yangilik chiqdi. Ya'ni zapasda 5000 tonna tilla borligi aniqlandi. Va shuni 74-yildan beri reviziya qilinmagan. Ana endi qaranglar, eng qizig'i, o'shani reviziyasini talab qilyapti Donald Tramp. Reviziya qilinganda o'sha 5000 tonnalik tilla bo'lmasa nima bo'ladi deysizlar? Savol. Yoki o'sha 5000 tonnadan ziyod bo'lib chiqsa-chi, qanday fikrga borasizlar? Agar Amerikada tilla zaxirasi ko'p bo'lib chiqsa, tasavvur qilaveringlar. Endi bu tilloga yoki sell yoki buy tasdiqlab o'sha reviziya qilinganda salbiy yoki ijobiy fakt chiqishiga qarab bu narsa ta'sir qiladi o'ziga. Men o'ylashimcha, tilla zaxirasi kam chiqadi va tilla zaxirasi kam chiqqandan keyin Amerikada tillaga sпрос paydo bo'ladi. Sotib olish kerak, zaxirani to'ldirish kerak, to'g'rimi? Tilla o'sib ketishi mumkin o'sha holatda. Lekin tilla zaxirasi ko'p chiqib qolsa Amerikada, tilla zaxirasi ko'p va sotishga o'tishi mumkin. Balkim aksi. Endi finansiy taraflama sal ilmimiz yo'q bo'lib, lekin texnik jihatdan qarasak, o'sha narsa reviziya qilganda o'sha ular ta'sir qiladi. Ya'ni yaqinda o'sha narsaga olib boryapti. Ya'ni tilla haqida shunaqangi bir umr yuribdi Amerikada ham. Demak, tilla hammaga qiziq hali. Hamma aktivdan o'zini investorlari bor. Xo'p, Nvidia kompaniyasi yaxshigina qulab bersa, shu yergacha tepaga uchamiz keyin. $74.
Menimcha qimmat emas, to'g'rimi? $74 risk qilib bitta aksiyasini olib qo'ysak spotga, всё, mayli qancha tushib ketsa ham baribir chiqadi Nvidia kompaniyasiniki. Xo'p, endi shunchani qildik, kelinglar AMD firmasini ham ko'ramiz. Buni qaranglar. Ishonasizlarmi, mana shu 24 tortib qo'yganman qachonlardir. Esimda yo'q даже qachonligi. AMDni men bitta 1 yil oldinlar bir qiziqib kuzatganman. Bu ko'rasizlar, trend buzib chiqdi, endi qayergacha borishi bizga aniqda. Ko'ryapsizlarmi? Yoki keyin ana bunisidan olamiz. Uncha ko'p katta farqi ekan. Primini bizga aniq bo'layotgan joylar. AMD firmasi yoki gigant firma bular. Yana qaysini ko'ramiz? Intel. Intel kompaniyasi aksiyalari qayda? $19 yuribdi bular aksiyasi. $19 buni sotadigan vaqti kelgan buni. Men olib qo'yardim. $19 bo'lsa hozir $100 olib qo'ysalaring ham $76 chiqsa $100 bilan olgan bo'lsangiz nechtagan bo'ladi? Sizga 5 ta bo'lsa 76 ga chiqqanda o'zi примерно 353 ming. Da 350 atrofida bo'lib qoladi. Количество qo'yish kerak va spotga bularda. Intel uncha menga yoqmagani uchun bularga uncha aloqa qilmayman. Menga qiziq bo'lganlar mana shu Apple, Tesla, yana kimlardir so'rashi mumkin, Meta deb, to'g'rimi? Keyin Metani ham ko'ramiz. Meta bu o'sha Facebook, Instagram, WhatsApp hammasini jamlangan kompaniya, ya'ni shu hammasini sotib olgan. Ko'ryapsizlarmi bu qancha yuribdi bu? Bunda prosta mana bu trend bor, buzib o'tgan. Kelsa endi mana bu yergacha kelishi mumkin. Bitta narsani aytaman sizlarga. Meta kompaniyasining aksiyalari yaqinda uchib ketadi. Nima uchun? Meta atrofida, o'sha Meta kompaniyasi atrofida bo'layotgan shov-shuv xabarlar, yangiliklar, innovatsion ham bu bolalar qiziq o'qib chiqinglar, tushunib olasizlar. Men aytib o'tirmayman. Qiziq narsalar yo'qda. Men bu narsaga qiziqaman. Endi mana bu orada bitta qulash bo'lgani uchun biz trend tortishimiz qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun men bu yerlarni bunday tortsak bo'ladi. Lekin men примерно mana bu yerdan ko'tardim $387. Bundan pastga tushmasa kerak. Meta sal anada buni fundamental tarafdan qursaring, o'zi aniqroq bo'ladi. Texnik sal qiyinroq bo'ladi, chunki eng global trend o'zib o'tgan, shu yeraqagachadir. Xo'p, qisqacha shu orada tilla va aksiyalarga ham o'tib ketdik. Qiziq bo'lgan bo'lsa reaksiyalar qoldiringlar, xursand bo'lamiz. Shunaqangi videolar joylashib turishimizni xohlasangiz fikrlarimni bildiringlar. Bundan keyin ham qo'yib boramiz. Aksiyalarda uzoq muddatga savdo qilishga maslahat beraman. Kichik time framelarda analiz qilishni istoyib. U yerda foreksda ishlamayman, chunki bular sabab uzoq muddatga spotga yaxshi. Investorlar bo'lsa, pul bor odamlar bor, investitsiya kiritmoqchi bo'lganlar, mana sizlarga yaxshigina 1, 2, 3 ta konkretni analog kompaniya bor, gigant kompaniya. Nvidia, AMDlardan olsangiz bular endi o'zlari xohishlariga qarab. Sog' salomat bo'linglar, ko'rishguncha.